Bilal aka, mana shu xonadonni bitta billa obzor qilib chiqing. Men bunda yuraverayman. Ha, mana shunda yuraverayman. Mana shuni qo'yaman. Gapirmayman lekin. Qo'yib yuboraman. Men realni ketadi. Xo'p, orqangizga yuraveraman men. Anaqa orqada odam kim deydi? Mana. Ko'rasizlar, ozgina hazil-huzul aralash obzor bo'ladi. Hop, bu bitta spalniy bo'pti. O'zini sanuzuli bilan billa. Mana Bilal aka hali ham shunaqa yuribdilar. Bu yoqni ko'rsatamiz. Bilal aka, yana bitta ikkita savollar bor. Bu yerda yana bitta xona, bu yerda sanuzul. Ko'rasizlar, hamma narsasini yaxshi narsalar bilan ishlatib bitirib qo'yilgan. Hop. Bilal aka, bitta savol. Podpiskani qanaqa ko'paytirsan bo'ladi? Podpiskani qanaqa ko'paytirasiz aka? Chiroyli, manfaatli uy olasizmi? Podpisklarni o'zi odamlar uchun, insonlar uchun manfaatli videolar chiqaryapsiz. Odamlar sizni qo'llab-quvvatlab o'zi podpiska bo'ladi aka. Shunaqa videolarga to'xtamang. Yo'lda to'xtamang. Bosirish kerak aka. Ya bir har xil xayollar kelib qoladi. Yo'q, u xayollarga cheklov bering aka. Unaqa xayollar bo'lmaydi aka. Hop. Birinchi etaj. Prixoji. Prixojka bilan boshlanyapti. Fasad qismini ham ko'rasizlar, e'tiborga olasizlar. Ikkita mashina qo'yishga joy, zelený zona, 2,5 sotuq, tashqarida bitta hojatxona. Oshxonaga bitta nazar soling. Kattagina. Tashqariga qaragan ro'mol. Mana biradan turibdilar shu yerda. Do'riniga mana shu yerdalar. Oshxonaga bitta e'tibor. Yo, bu Do'riniga rost ekansin, живойный video bor. Xo'p, mana rost ekansin. Yuring, xohlasangiz qo'shilib oling sizlar. Ofisdan o'zi. Kolaboratsiya qilib yuboramiz. Coco brendiga asoslangan, mana qarang. Coco brendi yaxshi narsalar foydalangan. Chapga qarab yurasiz, bitta ota-onalar yotoqxona qilib qo'yasizlar mana. Havo aylanadigan joylar bor. Bor. Bu bitta kattagina zalimiz, qarang. 5 ga 7. Wow. Orqa tarafda mana hovlisini ko'rdingiz, havo aylanish uchun chiroyli holatda. Mehmonlarni shu yerda kutib olish imkoniyatingiz bor. 2,5 sotuqga joylashgan. 6 ta xona, 3 ta sanuzul, podключ tayyor holatda. Fasadni o'zingiz interyeringiz bo'yicha remont qilib olasiz. Narxi keladigan bo'lsa $143 ming dollar. Bildi, mana hovlisini ko'ryapsizlar, fasad qismini ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli qilingan. Podval bor, taxminan 35 kvadrat. Zelený zonasining kattaligiga e'tibor bering. Prixojga bitta hojatxona qilib qo'yilgan. Bitta oila maza qilib yashaydigan xonadonga keldik. Kelgan manzilni tushuntiradigan bo'lsa, okalar, Nazarbay, Pushkinga tushgan mo'stdan bu yoqqa qarab 1-2 kilometr kirganingizda, bu yerda suv, svet, gazdan muammo yo'q, yon atrofda maktab, masjid boshqalardan muammo yo'q. Chiroyli holatda xonadonimiz. Bitta mana hojatxonani ko'rsating, tashqari tarafda. Ko'kka letniy oshxona qilish imkoniyati bor. Darvozalargacha qo'yib qo'yilgan. Bitta fasad qoldi-da. Letniy oshxonani qilib yuborsalar bo'ldi, kelgan odam. Xonadon juda ham sifatli, baquvvat qilib qurilgan. Tashqari taraflarini ham bitta ko'rsatamiz, aka. Ko'rsating mahallan. Xo'p, bu yoqda yana bitta xonadon bor. Unisi g'ishda turibdi. Xo'p, taxminan katta ko'chada, mana shu jentra turgan joyda, mana shu jentra turibdi. O'sha yerdan shunday burilib kiriladi, taxminan 100 metr. Ungacha bir 200 metr kirib kelinadi. Bilal akam bilan Do'ran akam bir aralashdilar obzorlarga. Xullas, obzor qildi, hammasi tabiiy obzor bo'ldi. Mana biratan chiqyaptilar. Kelishtiradigan joylar bor-a? Aloqa yonida ham bor mana ham qurilyapti. Yana qilib qo'yilgan korobka ekan, u hali suv tashqari qilmang. Aloqaga chiqaveringlar, podpiska bo'lib qo'yishingizdan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.